Garatskoy shundoqqina oldidan bitta uyingiz bo'lsa yoki bo'lmasam bozorni oldidan ko'rib tursiz. Mana shu joyda mana bunaqa hozir ikkinchi qavatdan bir xonali kvartiramiz sotilyapti. Ta'mirlari ajoyib holatda, juda ham shinam bo'lgan holatda turibdi, bejirimgina. Kanalimizga o'tadigan bo'lsangiz, to'liq videolari bor. Bemalol o'tib, kirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Uyimiz ajoyib. Nimaga bozorni oldidagilar yoki bozorchilar dedim. Mana bu Garatskoy bo'ladigan bo'lsa, Garatskoyni shundoqqina oldida va bu tomonimizdan to'g'riga boradigan bo'lsangiz, ipoteka bankimiz joylashgan. Bankning shundoqqina yuqorisida xo'p bozorchamiz joylashgan. Mana bu joyda esa o'sha uyimiz. Kanalimizda aytib o'taman yana bir bor. To'liq video uyimizning ichkari qismlari, obzorlari hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Qo'shnilardan hammasi juda ham ajoyib qo'shnilar ekan. Bir-biridan yaxshi. Uy emas, qo'shni olaman deganlar uchun ham, uy uchun ham zo'r holatda. Uyimizning ta'mirlari ham gap yo'q, aboylar qilingan. Uyimizning narxi 21 700 dollar deb baholashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi.